bitta uzoqroqdan ko'rsating-da mana. Qaranglar. Ko'tarishini qaranglar, bu sevyapti. Endi orqa amortizatorlari ham. Haydaganlar o'zi buni juda yaxshi biladi. Endi skuterimizni hammasidan ham qiziq joylari bu to'rimizlari juda ham zo'r. O'zi asli kalotkali to'rimiz bunda. Bu yerga olib ko'rsating-da bu yerdan to'rimizni. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Hozir sizlarga sifat darajasi bo'yicha O'zbekistonda nomer 1 bo'lib turgan Yadea brendini Cooljoy skuterini to'liq obzor qilib beramiz. Undan oldin manzilimizni aytib qo'yay. Andijon shahar Boburshoh ko'chasi, sobiq HBK fabrikasining to'g'risida joylashgan. Narxini ham aytib o'tamiz. Agar kimdadir qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol tepadagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Bo'lmasa boshladik. Skuterimizni eng birinchi NFC kalitlaridan boshlayman. Ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita NFC kaliti, undan tashqari oddiy kalit bo'ladi. NFCda shunchaki monitorga tekkizasiz, monitor yonadi. Shu salafanni bitta olib ko'rsataydi. Mana. Monitorga o'chdi, tekkizdim, yondi. Shu yongan vaqtda farasini ko'rsating, o'zi avtomatik chekadagi ledlari yonib qoladi. Bu narsa o'chmaydi. Keyin qo'shimchasiga farani yoqqan vaqtingizda fara yonadi, lekin bu narsa o'chmaydi. Endi bu skuterimizda 23 amperli akkumulyatordan 4 ta o'rnatilgan. To'la zaryad bilan akkumulyator shu joyda joylashtirilgan bo'ladi. 40 km, 50 km masofani bemalol bosib o'tadi. Skuterimizda motor orqa tarafda bo'ladi, 400 watt. Buni shu joyda kontrolleri joylashgan bo'ladi, ya'ni miyasi shu joydan o'zini buni tezligini hozir 40 ga chiqadi. Tezligini 25 ta yuradigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Undan tashqari pedallari bor, zanjir joylashtirilgan. Bu lekin to'g'risi haydaganda effekt bermaydi. O'zini komplektidan pedali ham chiqadi, lekin hech kim bu pedali bilan tepib yurganini ko'rmaganman. Endi rul qismiga o'tamiz. Yana skuterimizda bu joyda gaz ruchkasi, parkovka rejimlari bor. Mana parkovkadan ochiladi, parkovkaga solinadi. Bu tarafda farani o'chirib yoqamiz, pavorotniklari. Pastida signal bor. To'rimizda amortizatoriga bitta qarating-da. Amortizatorini qaranglar ishlashini. Juda ham yumshoq. Bu skuterda foydalanib yurgan mijozlarimiz juda yaxshi biladi. Cooljoy skuterini sotib olganlar bu skuter qay darajada yumshoq, qay darajada zo'r harakatlanadi. Yo'llarda ovozsiz harakatlanishini juda ko'pchilik bizdan sotib olganlar o'zi ta'riflab aytadi. Endi sevatini ham bitta baquvvatligini ko'rsatib qo'yamiz, qaranglar. Birinchi buni parkovkaga qo'yib qo'ying, ya'ni yurib ketmasin. Bitta uzoqroqdan ko'rsating-da mana. Qaranglar. Ko'tarishini qaranglar, bu sevatdi. Endi meni vesim 64 kilo. Sedlosiga bitta ko'rsating-da. Salafanni yechib yubordim. Materialiga e'tibor beringlar. Juda ham sifatli. Qani. Şimdi buni tortish ham qiyin masala. Endi orqa amortizatorlari ham. Haydaganlar o'zi buni juda yaxshi biladi. Endi skuterimizni hammasidan ham qiziq joylari bu to'rimizlari juda ham zo'r. O'zi asli kalotkali to'rimiz bunda. Bu yerga olib ko'rsating-da bu yerdan to'rimizni. Bunda haligi diskka ezib to'xtatadigan kalotkali to'rimiz bo'lsa ham sifati juda ham zo'r. Aytgan joyingizda, aytgan vaqtingizda to'xtab beradi to'rimizlar mana. Oldini ezyapman hozir. Keyin yana bitta qiziq tarafi bu skuterni mana yoniq turibdi, o'chirdim. NFC'sini tekkizib o'chirdim. Endi buni hozir yetalaydigan bo'lsam, signalizatsiya ishga tushdi. Motori bloklandi. Men mana to'rimizni bosmayapman, motor aylanmayapti. Skuterimiz haqida yetarlicha ma'lumot berdik. Narxi $450, manzilimiz Andijon shahar, sobiq HBK fabrikasining to'g'risida tepadagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Xohlasanglar dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Albatta pulli dastavka xizmati. Profilimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.